Bismillah. Assalamu alaykum, hurmatli tuğanlar, dostlar. Bizning kanalning görüşçüleri. Bugün Oş'ta жүрөбүz tuğanlar. Özüңüzдөр internetten, YouTube'dan, TikTok'tan görüp жүргөн Abduraşit aka moto sezondu açılışın tuğanlar tuğanlar açık asmanda көрсөтөбүz. Moto sezonlar açıldı. Bunusunda tuğanlar öte күчтүүлөрү келиптир. Жаңы сезонго жаңы баягындай боевой мотолар келип тур тугандар. Бензин менен жүрөт экен. Тонна көтөрүмдүү, жүк көтөрүмдүүлүктөрү бийик мотолар келиптир. Азыр баардыгын тааныштырып өтөбүз тугандар. Кичинелери дагы бар. Өзүңүздөр каалагандай бул жерде оптом дүң баада берилет, бааларын дагы азыр айтабыз тугандар. Абдурашит акадан кичине маалыматты алалы. Abduraşit, assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshisiz aka? Yaxshi keldingizmi? Kelib oldik. O'zingiz yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Denso'l yaxshi aka? Zo'r, hammasi joyida, alhamdulillah. Xudoga shukr aka. Yangiliklar Yangilik kuchli ekan ha? kuchlik. Har sezonga har yangilik qilamiz. El uchun o'zimizdan foydalanamiz, el ham foydalansin. Elda foydalansin. El foydalansin. Shuning uchun benzinlik so'rashdi. Benzinlikda 1 tonnalik 180 ga 130 bor, buni qizil. Bunalar ha? Bular olib kelganmiz, bu o'zi Qirg'izistonda sotilyapti. Bu benzinmi? Bu benzin. 150 kub. 180 ga 130. Sistema охлаждения bor ekan ha? Bor, hammasi bor. Bularni 160 mingdan sotyapmiz. Mana 150 kubli bu motor. Benzinovoy. Bular eng kichkinasi shu. Qancha ko'taradi shu? 1 tonna, 1,5 tonna yuk ko'taradi. 1 tonna, 1,5 tonna. Mana bunisi 3 tonna ko'taradi. 3 tonnaga garantiya beramiz. 1.40 ga 220. Bort. Sanasi bor. O'zi ko'tarib, o'zi tushiradi ha? Unday ko'tarmaydi demasam, mana shu dannisi hammasi yozilgan shu yerga. Hammasi bu benzinliklar, elektronliklarimiz Xitoydan keladi. Benzinli O'zbekistonda. O'zbekistonda Xitoy bilan совместно. Cho'g'iltilatganda ha? Ha, zapchastlar hamma yo'q Xitoydan keladi, O'zbekistonda brend bo'lib chiqadi. Hali Devoga o'xshagan mashina. Bular benzinliklarimiz. Aka, yurgizmayli-ku. Kak balojda turibdi. Yurgizaman, lekin men minishni bilmayman benzinlikni. Qana yurgizing. Hozir. Ana. 3 tonna ko'taradigan tuğanlar. Balondordagi 2 kat ekan aka. Mana yurib turadi hozir. O'ndilar pashda tarildab chiqib bermaydi ekan. Bu 3 tonnaligi. 3 tonna. 3 tonna yuk ko'taradi, lekin elektronniga nisbatan puli qimmatroq, jicha. Ikkita buni puliga ikkita elektron muraviy beradi, lekin bu вечный. Ishtiqvatda bular. Akkumulyator qo'yadi demaysiz, motor miyasini almashtiradi demaysiz. Masalan, Soyuzdagi 3 g'ildirali muraviylar haligacha bor-ku, ishlataman. Bu ham xuddi benzinli. Benzinni qo'yib, buni yuraverasizda. 3 tonnaligi samasi bor. 220 mana 1.40 ga 220, senasi Bosi qancha aka? 260 ming. 260 ming so'm. 260 ming. Yo'l kirosiga o'tib beramiz. Qo'sh balon bu ham. 9 kart ekanda o'sha tanglayaptimi? Ko'ringizlar, motori masla. 250 kub. 250 kub ekanda. 250 kub. Bunisi 300 kub. Bu qancha tonna ko'taradi? 4 tonna ko'taradi. 4 tonna. 4 tonnaga ko'tarmaydi deyishmasin. Ko'tarmasa bekarga beramiz. 4 tonna yuk bilan, 4 ta laboda sement 1 tonnadan bo'lsa, shunda yuklab yurgizib beramiz. 4 tonnani. Aka, rasxod qancha shuni? Xo'p. 4 tonna yuki bilan 6 litr. 6 litr yetkazadi ha? Rasxod qiladi. Shunda 300 kub 260. 260. 260 bu. Uzunlik. 4 tonnani smela ko'taradi ekanda ha? Mana. Bunasi nesi ekan? Bu antipres suv baki nima? Radiator. Radiator bu yerda joylashgan. Mana radiator. Bularning senasi 280 ming. 280 ming so'm ekan. Buldir shundan ekan ha? Ha, buni svetlari o'zgacha. O'ngi boshqacha ekan. Shunday. 280 ming so'm ekan tuğanda. 4 tonnaga javob. Bu o'sha samasi olimiz. Bu 260 deb aka. 250 kub haligi ko'rganimiz sveti boshqasi. Bu samasi bor. Samasi bor. Bu 5 samasi bor o'shani. 5 samasi bor 225 ming. O'sha 1.40 ga 220. Benzin. 250 kub benzin 5 samasi bor. 5 samasi bor. Eng Qirg'iziston uchun qizig'i mana bunisi. Ne uchun aka? Mol, qo'y, tosh, chorva uchun. Cho'p yukladimi? Aka, buga bir Fortner necha tonna oladi Fortner? Fortnerlar maksimalni 5 4 5 ta tonna oladi. 4.
tonna. Tonna. Narigimiz 4 tonnalik. Bu molni misol cho'ng mollardan yuklasa bo'ladi. Bu 2 tonnalik. Baloni bittalik buniki 2 tonna cho'ng. Kichikroq otdag'i otadi-da. Botadi. Otadi ekan. Buni O'zbekistonda ishlatyaptiki, mol bozor ponni to'lgan. To'lib ketdi. Shundan to'ldi. Alp Motorsda bu bizi brend. Alp Motors ponni O'zbekistonda Lubi, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro, Toshkent hamma bozorda shunday olib ketdi. Garantiyamiz bor. Yildamdagi qancha kilometrgacha yuradi? Hop. 80, 120 yozgan, lekin 80. 80 gacha. 80. Titraydi. Shunday. 208 ming senasi. 208 ming so'mga amana jozular turadi to'g'rilar. Bo'lmasa. Biriksan bu aytganlarimiz o'tib, biroz sveti bir xil. Bu yoqda shunday ekan. Svet turida farqi bor. Bular hamma ustun javob berasizlarmi? Javob beramiz. Отдельно pol kabinkasi, misol elektroniklardan oldin javob beramiz, oldin javob, tom javob beramiz. Bular отдельно qo'shiladi plus. Qo'shilib qoladi. Lekin bularga dokument qo'liga qog'ozini beramiz, muroga borib nomer olib olishadi. Nomer shunda bu nima talab qiladi? Prava. Ha, da, shunday. Benzina ekan-da. Endi bularga talab qilmaydi. Aha. Bir tonnalik muraviylarimiz Qirg'iziston yaxshi biladi. Eng hit bo'lgan muraviylarimiz hali zapchasi ham hamma narsasi o'zimizda bor. Qiynalingizda boshqa yoqdan zakaz qilmaydi, ha? El xursand. Shu yerga kelgandan baqa hammasi taniydigan polda Abdurashid deyshadi. Abdurashidga o'zi hit bo'lib ketdingiz aka. Yaxshi tovar olib kelganimiz uchun, ustiga ko'p qo'ymaganimiz uchun olib kelishadi. Keyin aybini yaxshi deymiz. Menda sizlar so'rashadi-da, yomonni bo'lmaydi, bu dalaga deymiz, bu asfalt yo'lga deb aytamiz hammasini. Shunday 1 tonnalik mulaviylarimiz bular, hammasi 1 tonna. Bordi 1 tonna. Nimasida? Balonda farqi bor, motorda farqi bor. Kimga qanday kerak bo'lsa, kelsa biz o'zimiz aytamiz. Aytib bunisi dalaga yaxshi, bunisi podyumga yaxshi deb hammasini bitta-bitta tushuntiramiz-da. Bularni bahosi qancha narx aka? 120 ming o'tib beramiz. 120 ming chekadanlar. 1 tonnaliklar 180 ga 130 6 ta akkumulyatorli ponni. Mana sveti, baloni, motoriga qarab. Ko'tarimdiligi qancha bu? 180 ga 130, boshqa joyda 1,5 tonna, 2 tonna deydi, lekin 1,5 tonna, 2 tonna ko'tarmaydi. 1 tonna ko'taradi. 1 tonna ko'taradi. Mana. Bular ejakalarga, yosh cho'ng odamlarga, masalan, orqasini sidina qilib olsa bo'ladi. Yo bozorga tushib, varinchi produkt taqib kiyinsa, orqasini jatqizadi, mana yotadi orqaga bu. Bunday joylashgandan keyin kartoshka undu turib ketaveradi-da. Shunday. Bular 72 mingdan beryapmiz. 72 ming so'm. Shunday mana bunday skuterlarimiz, skuterlarimiz bular 6 ta akkumulyatorli skuterlarimiz. Bularni 56 ming beryapmiz. 56 ming so'm, ha? Bulari 38 ming. Velosiped nimasi pedali bor ekan-da? Pedalda bor, lekin og'ir bular. Pedalga tegizda haydavasachi. 32 ming. 38 ming. 38 ming. 38 ming bular. Qancha kilometr yuradi aka bu? 50 kilometr siradi. 50 kilometr shunday. Bir kunga, 2 kunga jetayotganda, ha? Masalan, muraviylarimizni ham 50 kilometr yurayotgani bor, 70 kilometr yurayotgani bor, 90 kilometr yurayotgani bor. Shu yuradiganiga biz garantiya beramiz. Ishali menga uzoq 150 kilometr, 200 kilometr yuraman desa, отдельно движок qo'yib beramiz. Akkumulyator zaryad tugasa, движок avtomatik ishlaydi. Zaryad berib ketadi. 20 mingga uстановka qilib beramiz. 20 mingga ala uстановка. Kabinkalilarimiz 180 ga 130. Shularning kabinkaligi mashina rol. Bu mana polnoценный bu mashina ekanda. Shu aytganimizdek ochig'ini aytamiz, dalaga bo'lmaydi. Tus yo'llarga, tekis yo'llarga bo'ladi bu. Bu da pechkada bor bular. Pechka magnitofon, luk hamma joyi bor buni. 160 ming bular. 160 ming so'm. Aka, avtobuslarni olib kela turgan nimangiz bormi, yo'qmi? Qanday? Boyag'ida mini avtobuslarni parklarga tushundim. El so'ragan yo'qda, el so'raganni olib kelganlikda. Undan kichirog'ini olib kelganman. 1 2 3 4 5 6 kishiligini olib kelganman. Bitta ham sotilgan yo'q, turibdi, ichkariga olib kelgan. So'ragan. Spross yo'q ekanda, ha? So'ragan yo'q. Endi manaqa parklar bitsa, o'z-setilar bitsa, o'shalar yurib qoladi desangiz. Unda kerak bo'ladi-da. Hali shuna qilishgan. Bo'lsam, o'sha 6 kishiligimiz bor, arzon beramiz. 6 ta odam tashiydiganlarni misol 70 mingdan beramiz, lekin so'ragan yo'q, turibdi. Sang boshiga. Mana tentda javob qo'yotgansizlar-da. Tent отдельно любой muraviyga qo'yib beramiz. Qolasa toqqa borib dam oladimi yo semya bilan yursa ham ko'rinmaydi. Telefonda ponni ko'rinib turadi. Tent отдельно rishotkalari bilan komplekt 12 ming so'mga uстановка qilib beramiz. Uстановкасы mana. Shu muraviylarimiz 1 tonnalilar. Ularning boyaqidan ekan, ha? Farqi bor. Masalan,
412 ballon, 450 12 ballon, 1500 mingga motor. Mana Buni 90 kuchli km ekan. yuradi. 90 km garantiya beramiz. Bu Muraviyda ballonlari kichkina bir to'la yuk ko'taradi. Lekin hammasi bir-biriga tushgan. Motor ham, ballon ham tushgani uchun 90 km yuraveradi. Patrak kam bo'ladi. Bularda bayaviy qilingan, ballonlari 500 ga 12 qilingan, lekin zichcha kamroq yuradi ular. Talonli qilganda bu. Ha, zichcha kam yuradi. Sababi ballon kattaligi, patrak ko'p bo'ladi. Aha. Bular ham shu 120 ming o'tib beramiz. Mana o'zi zapchast tomonidan esa zapchast skelet to'la. Moraviy skuterga hamma zapchast bor. Hech problema. O'zi odamlar kelsa, adresimiz aniq. Adres Murunqirajar ekan, ha? Ahmedovning yo'lida, bu yog'imizda Alipor, bu yog'imizda Okean, bu yoqdan Zamzam dom tushyapti. Bu yoq Alipover, bu yoq Okean restorani. Bitta Zamzam degan dom tushyapti, jo'pirasida. Zamzam domni manglayda. Endi kelsa o'zi odamlar ko'rishadi, bilishadi o'zi. El bilib qoldi bu yerda. Nan ichida da bormi yo'q bu? Hamma yo'q. Buni ichi skeletda yo'q hozir. Skeletda yo'q bu. Skeletda yo'q hozir. Tashqariga qilib qo'ydik shu yerda. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Nomer qo'yib qo'ysak, ha? Zapchast so'raganga отдельно zapchast qo'yib qo'yamiz. Sotuvchining nomerini ham qo'yib qo'yamiz. O'sha o'zimning kanalim bor. Shu yerda hali Muraviylar bitta meni ismitani qilib jujuklab ko'rsatganman shu. TikTokda ham, YouTube'da ham Abdurashid Moto deb yozsa chiqadi. Abdurashid Moto deb yozish kerak, ha? Chiqadi. Bo'ldi, aka, nomerlarni ekranga yozib qo'yam, to'g'anlar. Kimga Muraviylar, kuchtilari, janag'inday skuterlar, og'ir yuk ko'taruvchilar kerak bo'lgan bo'lsa, to'g'anlar nomerlarga chalib Abdurashid aka bilan baylanishib bersangizlar bo'ladi. Aniqdan to'g'anlar kelingizlar. Muraviylar tayyor. Bozoringizda bersin, aka. Bo'ldi, kelishaversin, endi xizmatdamiz. Xizmatda bo'linglar, ha?